Aziz obunachilar, STM elektroskuter ta'mirlash markazi. Klientimiz kelgan, klientimizga skuteriga yangi akkumulyator qo'yib beryapmiz. 23 lik akkumulyator. Firmasi Chelvi firmasidan mana 6 ta o'ynamaydigan qilib, mana bunaqa o'zi zashitalari bilan hech qimirlamaydigan qilib uстановка qilib beryapmiz. Yangi provodalari bilan, permechka kabellari bilan. Firmasi Chelvi firmasidan hozirgi yangilardan. Keyin tavsiya beraman, akkumulyatorlaringiz o'ynab, liqillab, tag'irdab, qatirdab yurish natijasida akkumulyatorlaringiz ko'kka bormaydi va to'kilib qoladi ichidagi akkumulyatori. Ko'plar o'ylaydi, o'tirib qoldi, ko'kka yetmayapti deb ichi to'kilish natijasida ichidagi yecheykalari o'lishi natijasida akkumulyatorimiz ko'kka bormay qo'yadi. Akkumulyator zaryadkasi, kuchlanishi kamayib ketadi. Shu sababli shu muammolar kelib chiqadi. Bu muammoni oldini olish uchun mana shunaqangi moslamalardan, machalkalardan qo'yib akkumulyatoringizni mustahkam o'ynamaydigan holda oralariga qo'ysangiz akkumulyatorlaringiz umri uzayadi. Ana shunda yutib chiqasizlar. Video yoqqan bo'lsa like, obuna tugmalarini bosib qo'ying do'stlar. Albatta biz bilan qoling.